bitta narsa aytaymi? Bu dunyoda eng qimmat narsa sog'liq. Sog'liq yo'q bo'lsa, topa olmaysizlar hech qachon. Kechki sayr. Sog'liq bo'lish kerak. Eng birinchi oliy o'rinda sog'liq bo'lish kerak. Sog'liqni hech qachon topa olmaysizlar. Shuncha ko'p pulinglar bo'lib, sog'lig'inglar bo'lmasa, tatimaydi. Umuman tatimaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda sog'lig'ni qo'yaman har doim. Sizni endi kuzatyapman. O'zim yaxshi ko'rgan ishlarim bilan shug'ullanaman. To'ppa-to'g'ri sog'liq debsiz, to'ppa-to'g'ri. Boshqa nima kerak? Sog'liqdan boshqa hech narsa kerak emas insonga.